Otalar, bilasizmi, nega ayrim qizlar 14-15 yoshida yigitlar bilan gaplashadi? Ular bu yoshda go'dak-ku. Hatto o'zidan ancha yoshi katta bo'lgan erkaklarga ham emotsional bog'lanib qoladi. Ota-onalari urushadi, so'kadi, telefonini olib qo'yadi, lekin bu yo'ldan qaytara olmaydi. Sababi ularning qalbi aynan otasining mehri va e'tibori energiyasiga to'ymaganida. Aynan o'sha qizga otasining mehri, e'tibori yetmaganida. Ota pul topish bilan ovora, ish bilan band yoki ayrim otalarda umuman mas'uliyat yo'q. Oilaliman, o'g'lim bor, qizim bor, ularga vaqt ajratishim kerak degan tushuncha yo'q. Qizim nima qilyapti? Maktabda nima bilan band? Uning nima orzulari bor? Kelajakda kim bo'lmoqchi qizim? Bu savollarga eng birinchi navbatda ota javob berishi kerak. Ota choyxonaga 3-4 soat vaqt sarflashdan oldin qiziga vaqt ajratishi kerak. Otaning ulfatlarga vaqt ajratishi muhim emas. Eng avvalo qiziga vaqt ajratishi suv va havodek zarur va o'ta muhimdir.